Oho. Hammasi bizgami? Aha. Aqli. Shururing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Marhamat, ichkariga yuring. Rahmat aka. Shu yerda gaplasha qolamiz. Xo'p. Endi bilasiz, shu mahallani odamiman. Aha. Shunga mana shu maktabga atab qo'yganim bor edi. Baraka toping. Yaxshi o'ylabsiz. Rahmat. Endi nima xizmat bor? Nima qilish kerak? Ayting. Shu sport zalingizni yangilash kerakmi? Parta, stullarnimi yoki kitob daftarlarni yangisini olib kelish kerakmi? Yoki umuman shu maktab fasadini boshqatdan qilib yuborish kerakmi? Nima xizmat bo'lsa, mana men o'zim tepasida turib qildirib beraman. Ochig'i, bizning mudarris maktabimizda hammasi joyida. Sport zalimiz ham, sinf xonalarimiz ham yangi. Xohlasangiz, ichkari kirib o'zingiz bemalol ko'rishingiz mumkin. Ya, rahmat. Bilasizmi? Yaqinda boshqarma majlisida qatnashgan edim. Sal chekkaroq hududlarda sharoiti juda ham og'ir maktablar bor ekan. Siz chin dildan maktabga yordam bermoqchi bo'lsangiz, ana shu maktablardan bir nechasini ro'yxatini qilib berishim mumkin. Eng zarur narsalarni olib bersangiz, u yerdagi o'quvchilar rosa xursand bo'ladi. O'rtoq direktor, endi bolalarimga mana shu narsalarni men qilib qo'yganman deb ko'rsatish uchun ovora bo'lib chekka qishloqlarga borib yuramanmi? Nima? Sal mundoq zamonaviyroq o'ylang. Zafarboy degan nomim bor. Ha shu yerga qilib qo'ysam, o'tgan ketgan ham ko'radi. Ha bolalarim ham mundoq ko'ksini kerib yuradimi axir? Ertaga chiroyli qilib keyin rasmga tushirib internetga qo'ysak, ha bir o'to'la xalqqa ham duosini olamizda. Menga qarang Zafarboy. Boring deb maqtanchoqligingizni boshqa joyda qiling. Tushunmadim. Bilib qo'ying, biz kerak bo'lsa maktabimizga eng yaxshi sharoitlarni qilib qo'yganmiz. Bizning maktab sizni bunaqa sadaqangizga muhtoj emas. Tushunmadim sizni o'rtoq direktor. Hozir men bu yerda dars bo'lyapti. Yuring tashqarida tushuntirib qo'yaman. Yana bir gap Zafarboy. Ota-bobolarimiz yo ilmli bo'l yoki ilm yo'lida xizmat qil deyishgan. Agar xizmat qiladigan bo'lsangiz, baraka topasiz. Meni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman. Salomat bo'ling. Hozircha olib kelganlarim shular. Mana bu ro'yxat bo'yicha berganlaringizni ham tezda yuboraman. Baraka toping. Uzr so'raganda aybi yo'q. Gap so'zlaringizga qaraganda shaharlikka o'xshaysiz. Nega shuncha joydan ovora bo'lib kelib, aynan bizning maktabga hadiya berib ketyapsiz? Bir ilmli inson aytganidek, vazifamizni bajaryapmiz xolos. Menga ruxsat. Shunaqa yaxshi odamlarni boriga shukr.